Ana endi navbat 8-misolga 28-fevral 2026-yil. Arifmetik progressiya berilgan. A3 barobar A1 qo'shilgan A2ga A1 A2 A3 ko'paytmasa 384 ga teng bo'lsa S o'n, ya'ni dastlabki o'ntixada yig'indisini toping degan. Ana endi biz bu misolni ishlash uchun nima ish qilamiz? A3 barobar A1 qo'shilgan A2. Ana endi bu ikki xil uch xil yo'lda ko'rsa bo'ladi. Demak, A3 ning joyiga A2 qo'shilgan D desak, A1 qo'shilgan A2 ga teng. Demak, A2 bilan A2 ketib qolsa, demak A1imiz D ga teng bo'ladi. Ana endi bizga A1 A2 A3 ko'paytma 384 ga teng deb berilgan bu yerda. Biz A1 ning joyiga D qo'ysak, endi A2 A1 qo'shilgan D bo'lgani uchun u 2 ta D bo'ladi. A3imiz endi A2 qo'shilgan D degani uchun, demak bu 3 ta D 384 ga teng bo'ladi. Demak, 6 D ning kubi 384. 6 ga bo'lib yuborsak, demak D ning kubi barobar 64, D imiz barobar 4 ga. Demak, D 4 ga teng bo'lgandan keyin A1 ham 4 ga teng bo'ladi. Ana endi bizga S o'n kerak. Demak, S o'nimiz A1 qo'shilgan A o'n taqsim 2 ko'paytirilgan 10 ga teng. A1 A o'n ning joyiga A1 qo'shilgan 9 ta D taqsim 2 ko'paytirilgan 10 deymiz. Demak, A1 ga A1 ni qo'shsak, endi hammasi teng bo'lgani uchun A1 ham D ga teng bo'lgani uchun bu yerda 11 ta D bo'ladi. Demak, 11 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 10 bo'ladi. 44 22 bo'lsa, demak javobimiz 220. 8-misolimizda to'g'ri javob C javobga teng.